Inson hayotida bilim, tarbiya, ma'naviyat kabi tushunchalar bilan birga jasorat ham alohida o'ringa ega. Shu jihatdan faoliyat yuritib kelayotgan Jasorat maktabi yoshlarni har tomonlama kuchli etib voyaga yetkazishda xizmat qiladi. Harbiy qismda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalaydigan Jasorat maktabi o'quv yig'inining joriy yil 3-mavsumi boshlandi. Harbiy orkestr sadolari ostida boshlangan yig'inda viloyat hokimligi va yoshlar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga mas'ul davlat va jamoat tashkilotlari vakillari ishtirok etdi. Joriy yilning 3-mavsum ochilishida so'zga chiqqanlar tomonidan ushbu Jasorat maktabi yoshlarga ko'p imkoniyatlar berishi, ularga yaratilgan shart-sharoitlar ta'kidlandi. Shu bilan birga yoshlarning o'tgan mavsumda erishgan yutuqlari tanishtirildi. Harbiy orkestr jamoasi hamda Jizzax viloyati filarmoniyasi san'atkorlarining madaniy konsert dasturi namoyish etildi. Ma'lumot uchun yoshlar daftariga kiritilgan muqim ish joyiga ega bo'lmagan hamda ichki ishlar nazoratida turgan 18-30 yosh oralig'idagi 100 nafar o'smir 10 kun muddatda jangovar sport o'yinlari, ma'naviy ma'rifiy tayyorgarlik hamda kasbga yo'naltirish bo'yicha mashg'ulotlarga jalb etiladi.